Yangi. Toshkentda yangi xizmat paydo bo'ldi. Молодцы. Sevinch kech qolyapti mana. Har doimgidek Sevinch kech qoladi. Bugun Elyor to'lgan kun. Elyor yo'q. Sevinch yo'q. Tez yurdiz. Nima qilding sen? G'alarsiga cho'milib oldim. Voy. Qochib tur deyishdi menga. Qochib turar ekanman. Ko'p tashavyapti, bitta qandashim, orqaroqdan bitta qandashim. Asl do'konga obunachilar uchun birinchi 5 ta odamga xizmatlarga 30% chegara berdi. Voy kech. Stories boshlandi. Boshlandi. Astorchi kirsanglar Malibu oldim deb qo'yayotganman. Nima deyotganing? Nima dedingiz hozir? Nima dedingiz? O'zimga video oldim, storiesimga. Ha, yaxshi. Malibu'ni marobasi. Rahmat. Mashinaga o'tirib olganlar. Hozir tep ko'tarib, mashinani anaqasiga bitta aylantirib, anaqasiga keyin mana boshlandi. Keyin yerga mashinaqasiga tushiramiz Sevinch. Orqadan anaqangi o'y qilib mana qilib shu mashinangizni ko'tarib tepalarga bir narsalar qilib o'zi yiqitishadi hamma narsani. Ona voh qo'ying ona. Asko do'konga obunachilar uchun birinchi 5 ta odamga 30% lik chegirma. Iltimos qilaman, bormi qodiring bo'ldi. Teming balonni. Yo'q, ruxsat shoshib turing. 240 ming? Nimaga o'sha o'zi oqqa qoraga oq anaqa qilishadi qushlar. Bilasizmi shuni? Oq mashina ustiga qora bo'lib tushadi. Qora mashina ustiga oppoq bo'lib tushadi. Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi. Siz dahosiz. Dahosiz, dohiyona kadrlar. Sizga kam gapmas, sizga. Kam gap chunki mol ko'chada qolib ketdingiz. Olindi, jozdi. Asallarim, shakarlarim, novatlarim, kam gap, tugadim. Eslab qolgan narsangizni endi YouTube'dagi obunachilarga aytib bering. Askogo nima ekan? Eshitamiz. Askogo bu xizmat ko'rsatadigan avtoservis. Mana mashinanglar ko'chada buzilib qoldimi? Endi sizlarda problema bo'lmaydi. Sababi mana Askogoni 5 ta mashinasi Toshkent shahar bo'ylab 24/7 endi sizlarning xizmatinglarda. Telefon qilasizlar, bitada turgan joylarga yetib kelishadi. Ballon almashtirish deysizlarmi, akkumulyator zaryadlash, даже ulardan o'zligidan onlayn yangi akkumulyator, batareykalar xarid qilsanglar ham bo'ladi. Malades, zo'r anaqa. Lekin bu YouTube. Ham anaqa diktorga o'xshab gapirmasa, o'sha anaqa gapiradi. Keyinlarda bu o'sha gapiradi Sevinch. Sevinchga yaxshi kommentariyalar yozinglar. Haligi qizlar xafa bo'lib qoladi. Bizlarni so'ksanglar ham mayli, qizlarga yaxshi kommentariya yozing. Va Sevinchgani dabdala qo'y. Sevinchga yozyaptimi? Hozir mana Husniddin Odilning har safar haligi qiynalish protsessini davom etadi. Chunki har bola o'rdak bor-ku, o'rdak nima deydi? Ham suzaman, ham yuraman, ham uchaman deydi-yu. Har doim yangi loyiha boshlangan startda, loyihangiz startida siz o'rdak bo'lib turishingizga majbursiz o'rdak bo'lishga. O'sha asosan ham o'zi yuguradi. Tizimga yuguradi, operatsionga yuguradi, ssenariylarga yuguradi, operatorlarga har balolik qiladi. Svet ham ushlab turadi. Narsa ham o'rgatib turadi. Hozircha mana tushunamiz. Lekin keyinchalik unaqa o'rdakda qolib ketishlik xato. Ham suzaman, uchaman, yuraman emas. Yo'q, faqat uchaman. Yoki faqat suzaman. Yoki faqat yuraman bo'lish kerak. Nimalar bo'lardi?